dushanba va payshanba kuni Alloh taolo jannatning eshigini ochib, dushanba va payshanba kunlari bandalarning amalini qabul qiladigan kun ekan qarang. Dushanba va payshanba kun bandalarning amali ko'tarilib Allohning huzuriga chiqadigan kun. Men savob amallarni ko'tarib olaman degan oyatda keladi bu. Lekin Xudo aytar ekanki, palonchi bandani amalini osmonda to'xtatib tur, muallaq ushab tur. Ha nimaga? Nimagaki u palonchi do'sti bilan gaplashmay yuribdi. 3 kundan ortiq, 3 kungacha mayli dedilar Rasululloh. Ikki mo'min janjallashsa sal xovuridan tushib, bu ham sal nima deydi, hisob kitobni qilib olsin. Bu ham sal uyga borib sal o'yin o'ylab to'xta, nima bo'ldi o'zi, kimdan ayb o'tdi, men nima deyishim kerak, u nima dedi. 3 kun yetadi shunga. 3 kun mayli ruxsat arazlash. Lekin 3 kundan ortiq payshanba va dushanba kunlari amallarimiz arazlashib yurgan bo'lsak, 3 kundan ortiq payshanba va dushanba kunlari amallarimiz osmonda muallaq turadi. Bulutga o'xshab turadi. Na yerga tushadi, va na osmonga.